Bugun Umid G'aybullayev gapiga javob beradi. Sochimni ko'zini yumgan holda oladi. Kal bo'lmasam bo'ldi. Juda chapa bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'ramiz va like bosishni unutmaymiz. Bismillah. Umid akaga ko'maklashish uchun ishongan shogirdlarni bir nafar chaqirib berdik. Yaxshi tomoni bo'ldi. So'ngda qo'yasizmi? Ha. Nechinchi kelishimiz? Master class. Kechirdimi yo'qmi? Ko'zi bo'chiyor ovozi. Bu qiyin ekan, lekin ko'zni yumib taqasiz. Ha, haqiqatan ham juda qiyin. Buni qila oladi deb ishongan sartarishingizni kommentariyada belgilab keting. O'zi shundoq ham qiyin bo'layotgan bir paytda kutilmaganda Svet o'chdi, svet. Menga farqi yo'q. ushbu video sizning kayfiyatingizni ko'tarish uchun suratga olindi. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Qiziqlari hali oldinda. Roppa-rosa tinimsiz bir soatlik mehnatdan so'ng Umid aka Men qahva bo'ldim. Olaverang, natijasini ko'rsin. O'rida. Mana narvani chiqdi-ku, tabaqa. Ha? Voy, rahmat. Mana bu natijamiz. Buni yaxshi qilib biladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, baqa bilan birga borib test qilamiz. Yana mana boshim. Ijozat bo'lsa.